Demak, Kanada hukumati rasmiy saytida e'tibor beramiz. Rasmiy ma'lumot, statistika. Vaqtincha viza egalari, ya'ni o'qish uchun kelganlar, ya'ni study permit olganlar miqdori yil oxiriga borib, har bir davlat misolida. Demak, bu manbaga e'tibor beramiz. Qani o'zbekistonliklar soni nechta bo'lgan Kanada uchun? Mana oldik ma'lumotni va tekshiramiz endi. Xo'p, 2000-yildan boshlangan ma'lumotlar, mana davlatlar turibdi. 2000-yildan boshlab demak ko'ramiz 2024 gacha bo'lgan holatda har yili nechtagacha olishgan. O'zbekistonni qidiramiz bu yerdan. Mana O'zbekiston pastroqqa o'tamiz. Xo'p, topdik. Mana O'zbekiston. Demak, belgilab olamiz O'zbekistonni. Va qarang, juda ham kam bo'lgan. Bir paytlar 2000-yillarda mana 20 ta, 25, 15, 20, 30 juda ham kam bo'lgan Kanadaga Avstriya viza olib kelgan o'zbeklar soni. Mana lekin oshib boryapti va oxirgi 3 yilga e'tibor beramiz. Juda katta o'zgarish bo'lgan. Mana oxirgi 3 yil. 115 ta 2022-yil, 275 ta 2023-yil va 665 ta 2024-yil. Juda keskin o'zgarish bo'lgan, ya'ni katta miqdorda O'zbekistondan studentlar oqimi Kanadaga bo'lgan va mana oxirgi o'sha 3 yilning statistikasi. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? 2025-yil oxiriga borib O'zbekistonlik studentlar soni Kanadada oshadimi yoki tushadimi?